Assalomu alaykum qadrli o'quvchilar. Bugungi darsimiz 3-dars bo'lib plurals deb nomlanadi. Bu plurals ma'nosi ko'pliklar. Oldingi darsimizda biz sizlar bilan birliklarni o'tgandik. Esingizda bo'lsa an artikllari va bu darsda endi ko'pliklar. Masalan, o'zbek tilida gul bo'lsa, bir dona bo'lsa, ko'pgina gullari biz gullar deymiz. Okay? Shu gulga lar qo'shilishini ingliz tilida o'rganamiz. Okay? Darsimizni boshlasak bo'ladi. Okay, plurals bu ko'pliklar. Hozir aytganimdek, plurals nounni, otni birligidan ko'pligiga o'tkazishlik uchun biz asosan s qo'shimchasini qo'shib qo'yamiz. Bu oddiy otlarda bo'ladi. Masalan, kompyuter o'zi bir dona kompyuter bo'lsa, kompyuterlar bu computers bo'ladi, computers bo'ladi. Okay? Xo'p. Ba'zida so'zni oxirida a, p, k yoki f kelsa biz s talaffuz qilamiz. Boshqa payt z talaffuz qilamiz, z. Okay? Xo'p. So'zni oxirida ch, o, sh keyin ikkita s yoki x kelsa, so'zni oxiridagi harflar shu harflar bilan tugasa, biz so'zga es qo'shamiz. S o'zini emas, es qo'shimchasini qo'shamiz va shu lar bo'lib ketadi. Masalan, tomato o bilan tugayapti oxirgi harfi. Biz bunga es qo'shyapmiz. Tomatoes. Tomato bilsani pomidor degani. Pomidorlar bo'lib ketadi. Endi o'zbek tilida olsak, Xo'p, shu oxiridagi lar ingliz tilida es sifatida keladi. Okay? Brush, brushes. Box, boxes. Church, churches. Okay? Kiss, kisses. Xo'p. Keyin eslatib o'taman, bitta birlikda biz a yoki n qo'shsak, ko'plikda sanog'ini aytsak, masalan, ikkita brushes bo'lyapti, oxirisiga es qo'shamiz va raqamini ham aytib qo'yishimiz kerak. 2 va undan ortiq otlarni biz ko'plikdagi otlar deb ataymiz. Okay? Lekin chetdan kirib kelgan o bilan tugaydigan so'zlarni oxiriga ko'plik shaklini yasash uchun shunchaki s qo'shimchasini qo'shamiz. Masalan, dinamo, dinamos. Bizga asosiy tanish bo'lgan so'z kilo. Kilo bilsani kilogram deymiz. Ingliz tilida kilos bo'ladi, kilogramlar. Okay? Photo bizga ham tanish bo'ladi, bu rasm, photos rasmlar. Bu so'zlarimiz chet millatidan, chet davlatdan kirib kelgani uchun biz shunchaki s qo'shimchasini qo'shib ko'plik shaklini yasayapmiz. Mana bu qoidadan tashqaridagi holat bu. O tugasa es qo'shib qo'yardik-ku, to'g'rimi? Bu qoidadan tashqaridagi so'zlarimiz. Okay? Qachonki ch, o, sh, s lar bilan tugasa so'zimiz is qilib turib talaffuz qilamiz. Masalan, baby, babies. Country, countries. Bilsani z bo'lib talaffuz bo'lyapti. Okay? Fly, flies. Lady, ladies. Okay? Hop. Keyin y harfi bilan tugagan so'zlarimiz bor. Mana bu joyda qoidani aytish esdan chiqibdi. Y harfidan oldin hech qanaqa unli harf kelmayapti so'zda. Shunda y harfini biz cho'pib ies qo'shimchasini qo'shib qo'yamiz. Country, y cho'pildi, y harfi chopiladi, keyin ies qo'shiladi. Okay? Mana bu joyda strukturasi keltirib qo'yilgan. Babydan y harfini kesib tashladik va plus ies qo'shdik, babies bo'ldi. Shunda chaqaloqlar bo'ladi. Bitta chaqaloq emas, ko'pgina chaqaloqlar. 5 babies. Keyin y harfi
yana boshqa qoidamizda y harfi so'zning oxirida tugaydi. So'zning oxirida y harfi keladi, lekin bundan oldin unli harf kelsa, biz shunchaki s qo'shimchasini qo'shish orqali ko'pliklarni yasaymiz. Okay? Keyin bizda ingliz tilida 12 ta noun so'zlarimiz bor. Bu 12 ta noun so'zlar, mana bu so'zlar. Bu so'zlardagi oxirgi f yoki fe harfini olib tashab, chopib tashab, vas qo'shimchasini qo'shib ko'pligini yasaymiz. Masalan, luf bizda bir dona bo'lka bo'lsa, bo'lka nonimiz bor-ku, shunaqa bo'lsa, ko'plikdagi shakli loaves bo'ladi. Loaves. F talaffuz qilinadi, lekin yozilishda vas qo'shimchasini qo'shiladi. Wife bu xotin bo'lsa, wifedagi f bilan i ni kesib tashlaymiz. Wives xotinlar bo'ladi. Ko'plikdagi xotinlar. Wolf bir dona bo'ri, wolves bu bo'rilar bo'ladi. Okay? Oxiridagi f yoki fe harfini biz chopish orqali vas qo'shimchasini qo'shib ko'plik shaklini yasaymiz. Okay? Hop. Keyin mana bu so'zlar qoidadan tashqaridagi so'zlar. Aytganimdek f yoki fe bilan tugasa deb aytgandim, hozir tepada bilsangiz. Bu so'zlarimizga shunchaki s qo'shimchasini qo'shib ko'plik shaklarini yasaymiz. Keyin bizda noto'g'ri bo'lgan ko'pliklar bor. Noto'g'ri bo'lgan ko'pliklar degani bu o'ziga o'zgarib ketadi so'zi. Masalan, foot bir dona oyoq bo'lsa, feet bu oyoqlar bo'ladi. Bilsangiz, mana o'rtasidagi ikkita harflar o'zgarib qolibdi. Bitta oyoq bo'lganda ikkita o bo'ladi, oyoqlar bo'lganda ikkita i kelyapti. Louse bu bit degani, bitta bit louse bo'ladi, ko'pgina bo'lsa lice bo'ladi. Bilsangiz, orasidagi mana o bilan u chopib tashalib i harfi qo'yilyapti. Okay? Mouse bizda sichqoncha bo'lsa, sichqonchalar bo'lsa mice bo'ladi. Okay? Woman, women orasidagi a harfi o'zgaryapti. Goose, geese, man. Manda biz shunchaki ikkitasini ham bir xil talaffuz qilamiz, lekin yozilishda erkaklar bo'lsa ko'plikdagi man qilib turib yozamiz mana bunisini. Tooth, teeth. Tish, tishlar bo'lib ketadi. Okay? Hop, xullas bugungi darsimiz tugadi. Men sizlarga shu so'zlarga bog'liq bo'lgan yana boshqa misollarni ko'rsatib o'tmoqchiman. Mana bu so'zlar har biriga shunchaki s qo'shib qo'yiladi. Zebras, horses, desks, caps, bags, phones, right? Endi s, double s, ch, x, o, z lar bilan tugasa so'zlarimiz, mana bilsangiz, mana bu bus s bilan tugayapti. Biz es qo'shish orqali avtobuslar qilib yasab oryapmiz. Okay? Hop, grasses, brushes, churches, right? Hammasiga es qo'shyapmiz. Sizlarga bitta tanish bo'lmagan so'zimizdan ko'rsatmoqchiman. Bu phases, do'ppilar. Bilib olsangiz foyda bo'ladi. Okay? Hop. Endi y harfi bilan tugagan so'zlarimiz. Butterfly, butterflies bo'lyapti, to'g'rimi? Y harfini chopib is qo'shib ketilyapti. Strawberry, strawberries, baby, babies, right? Hop. Endi bu y harfidan oldin unli harf kelsa, shunchaki s qo'shadigan qoidamiz. Okay? Bu so'zlarni men Telegram kanalimga tashab qo'yaman. Shu kanaldan ko'rib o'rganib olishingiz mumkin. Telegram kanalimiz shu kanal bo'ladi. Namunity deb yozsangiz chiqadi. Okay? Darsga qatnashganingiz uchun rahmat. Sog' salomat bo'ling. Agar darsimiz sizga yoqqan bo'lsa, kommentariyalarda 4-darsimizni kutayotganingizni yozib qo'yishingiz mumkin.